Assalomu alaykum video kuzatuvchilar. Shortik tikamiz jinsi matosdan bo'ksa bo'lingan to'r qo'shilgan 3 holatda tikib o'lchab chizib olamiz belgilab. Albatta kromkalarni olib tashlashimiz shart. Kromka chokda tortish berib oladi. Shuning uchun kromkani har doim olib kesib tashlaymiz. 21 qilib belgilab oldim. Yozib qo'ydim mana o'lchovlarini ham. Pastga korobka hisobiga 22 tushib oldim. Bunda ham o'sha bo'ksa bo'lingan to'rga qo'shilgan 4 santimetrda. Sababi 1 santimetr oshiqcha qo'shib olganim, tepaga rezinka ulaymiz. Rezinka poyez qismi alohida bo'ladi. Odatda ko'pincha boshqa shortiklarda o'zidan rezinka qiladigan bo'lsam, tepaga alohida qilib olardim. Mana og'dan toki yon chokgacha ikkiga bo'lib, biz o'sha o'rta chiziqda olamiz va ikki tarafga xohishga qarab bir xilda qo'yib olamiz, o'rtadan ikki yonga. Yozib qo'ydim necha bo'lganini. O'sha og'dan yon chokka ikkiga bo'lganda o'rtaga o'sha 11,5 santimetr qo'ydim. Tochka qo'yib ikki tarafga 9,5 dan chiqib oldim. Mana shu holatda bichib olinadi shortik. Shortik, shimla ham albatta oldidan boshlab bichiladi. Odatda ko'ylakni orqasidan boshlab asosan desa chizilar edi. Shortik, shimlada oldi tarafdan bichiladi va oldi yordamida orqani bichib olinadi. Poyez qismi alohida olib olamiz jinsi matosidan. Shuning uchun chok hisobiga o'sha tepasida 1 santimetr qo'shib oldim xolos. Agar rezinka o'zidan bo'ladigan bo'lganda boshqa videolarimda ko'rishingiz mumkin. Ba'zilarida bor. Shu matoni o'zidan alohida tepaga rezinka haqqi. Necha qo'ysam, 2 santimetrli rezinka ishlatsam, eni demoqchiman. Eniga 2 santimetrli bo'lsa, 3 santimetr joyi tashab ketaman. Masalan, 1,5 santimetrli bo'lsa, 2 shunaqa. Bo'ksa chiziqlarni belgilab olaman. Sababi shimimiz o'sha tikkan vaqtimizda aylanib ketmasligi uchun bu nasichkalar kerak. Ozroq kemtik berib qo'yamiz, belgi qo'yib. Orqasiga ham xuddi shu narsalar ko'chadi. Orqasida kengayish, o'tirib turganda orqa ochilib qoladi. Ko'p ishlab chiqarishlarda. Shuning uchun biz 3 santimetr tepaga ko'tarilgan holatda matoyimiz joylashtirib oldik. Oldini pastga joylashtirdik. Orqa og'idan 3 santimetr ko'tariladi. Yon tarafga 1,5 dan chiqib oldim. Bu razmerga qarab 2 santimetrdan ham chiqish hisobi bor. Mana bo'ksadan to'g'ri chiziq tortib oldim va og'ga 3 santimetr chiqib olaman. Va yon tarafga ichki qadam chokiga 1,5 santimetr. Ikkala taraf ham 1,5 dan chiqildi. E'tibor bergan bo'lsangiz, 3-4 santimetr o'sha 3 santimetrli joyimizni olib kelib, bu yog'iga 1,5 ga to'g'rilab olamiz. Belni o'lchadim, oldi belni va yon chiziqdan tepaga qarab qo'yib bordim. Mana qayerda to'xtadi, e'tibor bering. Mana orqa ogʼ oxirgacha yetib bormadi. Oldi necha bo'lsa, orqani ham xuddi shu olib joylashtirib oldim, o'sha 3 santimetrga olib borib. Qanaqa bichganim e'tibor berib ko'rsangiz, bemalol tushunib olasiz. Mana shu holatda shortigimiz tayyor bo'ldi, chizmasi. Endi qirqib olamiz tayyor chizmani. Qattiqroq jinsi, toza material, qalin. Unaqa juda qalin emas, lekin sifati yaxshi material ekan, juda ham. Buni 5-6 xil turlari bor ekan. O'sha haqiqiy jinsi matosidan oldim. Yupqalari bor, juda ham yupqa ular. Unaqa bu shortik, shim bichishlar juda ham qiyin emas, faqat o'sha o'lcham olib asosini bilsangiz, aynan shundan juda ko'p shalvar, lasina shunaqa narsalar tikib keta olasiz. Juda ham oson shim tikish. Mana bichib tayyor qilib olin. Endi hozir esimdan chiqib qolibdi, yig'ishtirib olibman. Ayni mana shu kemtiklarini berib olishim kerak. Cho'ziluvchan matolarda
tikkan vaqtimizda tepaga yedirilib ketib qolsa, qaysidir pastki, asosan pastki qismi, oldi o'rta chok qismi buralib qoladi. Shimni odatda endi shortikda uncha emas, shimda pastki qismi. Bu poyez qismi eniga 10 santimetr oldim. Biz 4 santimetrli rezinka qo'ymoqchimiz. Belni o'lchab, chok hisoblarini chiqarib, uzunlikda olamiz poyez qismini. Men hozir yana bitta shundan olaman. Общий 82 bo'ldi. Shortikka bel aylanasini o'lchab olasiz, shundan kelib chiqadi. Chunki biz belni o'ziga oladigan bo'lsak, u tor bo'lib qoladi. Bu buksidan ham kirib chiqishi bor va qo'shimcha berganmiz shimga. Bu hozir mijozimiz, klientimiz ozg'in bo'lganliklar uchun buksalar yo'q bo'lgani uchun aynan shu yerini olib tashlayman. Buksali do'mboq bolalarda bu yeri qolgani ham ma'qul, chunki tor bo'lib qolmasligi uchun. Ozg'in, tekis qomatli bolalarda shu yerini olib tashlama sababi yonga qarab chiqib qoladi, bo'shliq. Shuning uchun olib tashlab tekis chiroyli turadigan qilib beraman. Orqa tarafini ham xuddi shu oshiq o'sha aylana bo'lib buksa chiqib qolgan joyini olib tashlaymiz. Lekin do'mboq bolalarda, orqasi, buksasi bor bolalarda turgani ma'qul. Chiroyli qilib, o'zimizga ko'rinishi chiroyli, o'zimizga yoqish kerak. Bichgan narsamiz birinchi bo'lib. Men shu holatda olib tashlayman. Lineykani qo'ydim, oshiqchasini chizib oldim-da, qirqib oldim. Mana ko'rib turibsiz. Videoning eng qulay joyi o'sha qaytarib ko'rishda. Oldidan tikishni boshlaymiz. Oldiga o'sha birinchi bo'lib cho'ntaklar. Bu astar, cho'ntak astari. Men 3 burchak pastga qaragan cho'ntak qilmoqchi edim. Klassik shimlarda bo'ladi, lekin jinsini o'zini cho'ntagidan qiladigan bo'ldim. Endi baribir jinsi matomi jinsida chiqsin degan maqsad. Endi ba'zi bir jinsilarda ham pastga qaratib klassik shimni cho'ntagidan tikishyapti-yu, mayli, o'xshasa bir o'xshasin. Yozib qo'ydim, mana necha qilganimni. Kommentariyalarda ham yozishyapti. Yaxshi o'rganib kelayotgandik. Muzika qo'ymasdan o'sha o'lchamlari bilan tushuntirishga harakat qiling deyishgani uchun tushuntirishga harakat qilyapman. Kimgadir foydali bo'ladi. Bu birinchi sinfdan 7 yosh deylik, 7-8 yosh bolalarga tushadigan razmer. Bemalol tikib bera olasiz. Tushadi. Aynan shuni shu razmerda tikib ko'rsangiz. Ozg'inroq, даже 3-sinf bolalarga ham tushadi. Yopishibroq turadi, aynan bu razmer. 1-sinf bolaga erkin bo'ladi. Agar yana aytib o'taman, pastki pocha qismini 9,5 kengaytirgan bo'lsam, siz bemalol 10-11 olsangiz, keng shu pastki qismi ham kenglikda bo'lib chiqadi shortigimiz. Cho'ntakni ko'rib turibsiz, qaysi holatda qilganimni. Pastki chuqurlik o'sha bitta qo'l shundoq joylashtirasizda, uzunligini olib olasiz. Oshiqchasini mana kesib tashlayapman. Oshiq, og'dan tushib ketmaslik kerak, cho'ntak uzunlik. Og'dan 2 santimetr teparoqqa joylanishi shart. Mana bu o'zi qiqimidan oldim. Cho'ntagimizni bemalol o'sha ko'rinmay turadigan qilib olamiz. Masalan, cho'ntak aylana ochilishini 5 ga 4 ochgan bo'lsam, bu hech bo'lmaganda 2 santimetrdan oshiq berishingiz kerak. 7 santimetr qilib. Mana hozir yopib ko'rsatib beraman. Mana shu holatda mana yopilib turadi. Shuning uchun hech bo'lmaganda 2 santimetr oshig'ini olish kerak. Mana shu holatda turishi uchun. Endi bu yerga chok berib oldik va endi ustiga o'sha bostirma 0,1 yana bir qator 0,5 da chok berib olamiz. Hozir 0,1 da berib olaman. Albatta har bir chokingizni dazmollashga harakat qiling. Shunda choklarimiz chiroyli va tartibli, sifatli chiqadi. Va 0,5 da ham yana chok berib olaman. Endi o'xshasa bir o'xshasin. Men faqat bozordan o'sha topa olmadim, sari jigarrang jinsini tikadigan ip. Men aynan boshqacha ipda tikdim, o'sha o'zidan sal ochroq ipda
choklari ko'rinib tursin, jinsiniki deb o'ziga mos emas, sal ochroq ip ishlatdim. Bu yerlarini joylashtirib surilib ketmasligi uchun ozroq tikib qo'yaman. Mana shu holatda. Mana oldi cho'ntak qismi tayyor. Keyingisini ham tikib olamiz. Mana hozir endi cho'ntaklarimizni yonlarini yopamiz. Mana 1 santimetr qolgan tikish uchun yonidan va cho'ntak shaklini berib olamiz. Xohlasangiz to'rtburchak qilsin, xohlasangiz aylana. Biz hozir aylana qilib tikib olamiz. Chiroyli qilib o'xshasin. Overlock shart. Klassik shimlarda aynan shu yerda 3 santimetr ichkariga kirib tikilinadi, tanaga tikilib ketmasligi uchun. Hozir bu yerdan kemtik beriladi. Cho'ntak bemalol ichida o'sha erkin harakatlanadiganroq qilib. Mana shu yerda burchakka, o'sha chokka yetmagan holatda berib oldim tikib. Ozroq yana tikib olamiz va chokka yetganda yon tarafga chiqib, mana shu holatda kemtik berib qo'yamiz. Mana cho'ntaklar tayyor, oldi cho'ntaklar. Endi yon taraf, orqa oldini yon tarafini tikamiz. Bokovoy choklan, ya'ni nasichkaga to'g'ri keladi. Mana shu holatda joylashtirib tikib olamiz. Hammasi to'g'ri bichilgan, oshiqchasi yo'q. Shuning uchun o'sha kemtik berilgan joylar, belga qo'yilgan joylarni bir-birini ustiga mo'ljallab tikishga harakat qilamiz. Mana cho'ntak tikilmadi, alohida bo'ldi. Shuning uchun kemtik bergandim. Mana bu yon cho'ntakka klapanli qilib o'rnatmoqchimiz. Men 1 santimetrda hammasini buklab taxlab oldim. Bu ustki qopqog'i va razmer ham o'z xohishingiz. Razmerlarini ham agar yozib qo'yganim yaxshiroq shekilli. Klapanni yarim santimetr ikki tarafda ko'proq olib olamiz. Mana razmerlari, eniga nechchiligi bu klapanniki mana. 10 ga 16, 10 santimetr buklanganda 5 bo'ladi va chokka kirganda 4, 3,5 santimetr cho'ntak klapani qoladi. Qopqog'i ya'ni. Shu holatda dazmollab bunga ham chok berib yuboramiz. Burchaklarini chiroyli qilib chiqarib olamiz. Qaychidan, atverkadan nimada bo'lsa ish qilib taxlanib, buklanib ichiga yumaloq bo'lib qolmasin. Va 0,1 da chok beramiz. Dazmol qilib oldim. Mashinamni bir-ikkita o'sha kommentariyada so'rashdi. Nimaga o'sha markasini ko'rsatmaysiz deb. Markasini ko'rsatadigan bo'lsam, reklama bo'lib YouTube videolarimni ko'rsatmay qo'yadi, ya'ni u reklamaga kirib qoladi. Shuning uchun yopib qo'yaman. Mana ikkinchi klapanni ham tayyorlab olamiz. Birinchisi 0,1, ikkinchisi 0,5 da o'sha bitta lapka bilan tikib chiqib ketaman. Bitta lapka razmerini qo'yib mana. Shu holatda. Tayyor bo'ldi. Oshiqcha iplarni kesib tozalab tashlanadi. Va overlock qilib oldim cho'ntaklarni tayyorlab. 1 metrdan 2 ta shortik chiqdi. Shuning uchun o'sha cho'ntak qopqoqlarigacha hatto o'sha o'zini qiyqimlaridan yetkazishga harakat qildim. Deyarli qiyqim chiqqan yo'q. Juda ham kam chiqdi. 0,1 da chok berib olyapman. Orqa tarafga yotqizib chokimizni. Orqadagi chokini orqa shortigimiz orqasiga yotqizib 0,5, 0,1 qilib chok berib oldim mana. Endi bu cho'ntagimiz yon cho'ntak, bokovoy chok ustiga tikiladigan. Tepa qismiga chok berib oldim. Shu holatda.
o'rta qismini belgilab olishimiz kerak. Hozir bittasida belgilaganman, hozir qanaqa belgilaymiz ko'rsataman. Ortiqcha iplardan tozalab olamiz. Overlock iplaridan overlock qilib buni dazmol qilgan edim. Juda ham yaxshi dazmol ishlar ekan. Mana o'rtasini xuddi shunaqa qilib belgilab olganman, narigi sherigini. Belgilab oldim. Shortigimizni endi bu xohishingiz. Men 21 ga 19 ga qilib belgilab oldim. 19 masalan klapini o'rnasa, 21 ga mana bu 20, почти 20, 21. 19 ga tikaman, shunda 1 santimetr klapini orasida ochiq qoladi cho'ntak bilan. 1 santimetr ochiq qoldirib 19 klapin. Bu 20. 21 ya'ni uzr kechirasizlar. 01 da chok 01 da chok berib olamiz. Burchak qismini ham to'g'ri burchak chiqarishga harakat qilamiz. Erinmasdan bulavkalarni joylashtiramiz. Sababi lapkada mana buralib, tagi usti qalin, tagi yupqa mato bo'lib qolsa, tagini yig'ib qo'yadi. Shuning uchun bulavkani yaxshigina joylashtirib oldim. Zakreb berib olamiz chok boshlanishiga. Va mana unaqa qiyin emas. O'rta o'sha cho'ntagimizni belgilagan belgilarimiz chokka to'g'ri keldi. E'tibor bering. Aynan mana shu mayda-chuyda detallarni aytmay o'tib ketishim mumkin, chunki menga oddiy hol bo'lib qolgan, lekin aytmadi degan narsa bo'lmasligi uchun aytib o'tib ketyapman. Ba'zida menga bu narsa ham oddiy hol, bilganim uchun aytmasligim mumkin. Lekin kommentariyda so'ranglar, nima savol bo'lsa. Mana 1 santimetr oralig'ini ochdim cho'ntak bilan klapini orasini va 0,5 da tikib oldim mana. 0,5 bitta lapka hisobida tikib olib, shuni shundoq qaytaraman-da, o'sha tagidagi chokini yopadigan qilib, yopar-yopmas ustidan mana shu holatda yana o'sha bitta lapkadan sal 1 millimetr qochirib turib tikib olganimda o'sha tagidagi chok yopiladi. Klapinni choki. Mana zakreb berish unutilmaslik kerak boshi oxirida. Mana cho'ntaklarimiz deyarli tayyor, dazmolla qilinadi. Endi navbat og'larga, oldi og'iga, orqasi orqaga tikib olinadi. Necha santimetr chok berilsa, mana jinsi ham o'sha iplarini chiqarib yuborar ekan, tekis tikilgan joylarda. Mana shu holatda orqa og'ini ham tikib olamiz. Aynan bu bichimda o'tirib turganda yoki noto'g'ri harakatlar bo'lganda ham shortigimiz yirtilmaydi, noto'g'ri bir noqulaylik bildirmaydi. Ko'pincha ko'chadagi ishlab chiqarishlarda o'sha shortiklar og'ini kam olishyapti va o'sha orqaga ham 2-3 santimetr hech bo'lmaganda ko'tarib berishmayapti. O'tirganda shunda orqa ochilib qoladigan bo'lyapti. Bu detskiy shortiklarda ko'proq. Agar kimdir uchratgan bo'lsa, ko'rganlar ham bordir balki. Mana og'ga ham, oldiga ham, orqasiga ham chok berib olamiz, 2 qatorli. Endi bunaqa shimni katta fabrikalarda tikishadi, ularniki maxsus 2 chokli mashinkada tikishadi, birdaniga chiqib ketadi. Biz endi iloj boricha vaziyatdan chiqib ketamiz mana shunaqa qilib. Ozroq vaqt ketadi, lekin o'xshatishga harakat qilamiz. Bu fason uchun golfik. Bu yer prosta golfik bordek turishi uchun. Biz beliga rezinka qilamiz. Agar tugma shimdek bo'ladigan bo'lsa, beli cho'zilmaydigan bo'lgan vaqtda обязательно golfik tikar edik. Ochiq golfik, zamok, oldi poyez qismiga tugmalar, lekin bu rezinkali bemalol kirib chiqadi. Shuning uchun yolg'on golfik qilib qo'yyapmiz. Mana. Endi baribir kichkina detallari ham ochadi-da. Ishlarimiz chiroyli ko'rsatadi. Kichkina detallari ham xunuk ham qilib qo'yishi mumkin. Shunaqa. Orqa oldiga ham o'sha xuddi shu holatda chokka ochib-ochib, tekis qilib tikib tushamiz 01 da.
va ikkinchi qatori 05 ta. Overlocklar qilinib, choklar dazmollanishi shart. Chiroyli qilib. Mana bo'ldi. Endi ichki qadam chokimiz shundoq tikiladi. Zakrab berib, tagiyu ustini chiroyli qilib, klient kutyapti hozir. Ustingizda klient kutib tursa, har doimgidan ko'ra 2x ga tezroq harakat qilasiz. Eng katta klient kutyapti. Besabrlarcha mana shu holatda. Baribir uyda o'zingiz ko'ngildagidek tikasiz. Mana bu cho'ntaklarni ham sifatli narsadan ishlatasiz. Bitta kiyganda sirtilib yirtiladigan narsa emas. Rezinkalarni toza qo'yasiz. Orqa og'lar ko'tariladi. Og'ga yaxshi chiqib berasiz. Shunaqa. Hozir endi bu poyez qismi. Poyez qismini ham mana tikib oldik. Ochib dazmol qilamiz va buklov. O'rtasidan buklab, choklarni ham e'tibor bering, yorilgan holatda buklanadi va shortigimizni beliga mana ozroq 1-2 sm kamroq olingan, cho'ziladigan tarafga olinganligi uchun shortiki beliga moslab aylantirib tikib chiqamiz va ozroq rezinka uchun joy qoldiramiz. Ichiga orasiga olib tiksa ham bo'ladi-yu. Men o'zim o'tkazgan ma'qulroq deb keyin o'tkazaman deb poyez qismini orasiga tayyor tikib olib, keyin shortikka tiksa bo'ladi. Unda ham oson bitadi. Menga 10 kelganini hozir qilib ketadigan bo'ldim. Srazu o'sha poyez qismini tikib olaman. Odatda ana shu poyez qismini orasiga rezinkani olib, 3-4 qator tikib, 2 qatorda endi rezinkani cho'zib turib, beliga o'sha to'g'ri chokda tikib olib turib, keyin shortik asosiga rezinkani, poyezni tiksa ham bo'ladi. Unaqa holat ham bor. Juda ko'p usullari. Kimga qanaqa oson bo'lsa o'sha. Kimgadir qiyin yo'l oson tuyuladi, oson yo'l qiyin. Shunaqa. O'sha cho'ntaklarni e'tibor beryapman. Chokka kirib ketib qolmasligi uchun yoki buklanib tagidagilari ayniqsa bittasi o'sha poyez yoki asos kirib ketib qolishidan ehtiyot bo'lib tikib chiqamiz. Hammasini uchlar bir xil bo'lishi uchun. Mana rezinka o'tkazib oldim. Aynan shu yerda mana kirgizib yubordim rezinkani va ustiga chok berib olamiz. Xohlang ikkita, xohlang bitta. Rezinkamiz qalin katta bo'lgani uchun kiyib yechganda buralib, qo'pollashib qolmasligini hisobga olamiz. Mana aylantirib tikib chiqdik. Birinchi qatorini zakrab beramiz va endi ikkinchi qatorini. Bel rezinkaga qarab o'lchab olasiz. Sababi bo'shroq rezinkada bo'shashadi ayni tikkan saringiz. Qattiq rezinkada unchalik emas. Endi pastki qismini o'sha klientdan o'lchab olgan qismimizga qo'shimcha olgan edik uzunligini 2 sm, o'sha 2 sm buklab tikib qo'yamiz. Endi pastki qismlariga ham bir o'zgacha fasollab berilsa bo'lar edi. Qanaqadir nimalardir qo'shib, lekin baribir klient haq. Mana shu holatda tikib oldik. Ikkinchi tarafini ham xuddi shu holatda tikib olamiz. Iplardan tozalaymiz.
va yana o'sha belda overlogi qoldi va belni chokini bir sifatsiz xunuk turmasligi uchun bir qator o'sha rezinkani oxirgi tugash overlog qilingan joyini pastga qarata yotqizib ustidan tikib chiqishimiz kerak. Shunda rezinka joyi yotadi. Kiyganda o'sha beli do'mbay pishib qolmasligi uchun. Iplardan astoydil tozalab olamiz o'sha ko'zimizga ko'ringan zahoti. Mana overlog qildim belini o'sha rezinka bilan asosni. Endi shunda o'giramanda mana shu holatda aylantirib o'sha orqasidagi chok yotqizish maqsadida 0,5-0,6 chok enlikda tikib chiqaman aylantirib. Jinsilarga iloji boricha sal qattiqroq rezinka ishlatgan ma'qul, sababi bu qattiq mato, fakturasi qattiq va orasiga o'sha chok olinganda ham o'zini tashlab yubormasligi kerak, bo'shashib. Shuning uchun qattiqroq rezinka olinadi. Kuchli cho'ziladigan, ya'ni cho'zilishi kuchli, qattiq bo'lgan. Bo'shashgan rezinkalar jinsiga umuman bo'lmaydi. Siz xohlagandek chiqmaydi. Mana yotqizib oldik, mana e'tibor bering mana. Bo'ldi o'sha tayyor. Shortigimiz. Bu bezak berish o'z xohishingiz, nakleykalar bor hozir har qanaqa. Mana bu cho'ntak qismi o'sha ochilib qolmasligi uchun unga ham ikki yonga o'sha qo'l kiradigan yo'nalishda tikuv mashinani 2-3 qadamida zakrab berib tikib qo'yamiz. Yirtilishiga ham mana qo'l kirib solib olganda ham ikki yon chokdan ochilib ketmasligi uchun ham mana shunaqa zakrab berib qo'yamiz cho'ntagimizni bosh oxiri qismiga. Videoda ham aniq mana ko'rinyapti-yu. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, tayyor.